Tam davamı. Bu er ayollar kelib mening bo'y turuqlarimga biraqir qaragandan keyin bal baqalamsiz, bal bek baqqanmisiz dedi. Men kasal bek baqqan, boshqalar qarab baqqan dedim. Ha bo'ldi-ku deb bo'lib, ayoli qanday kasalga qaragan, kimga qaragan degan gapni qildi. Men endi saddig'u jiq odamlarni bilmayman, jiq ishlarni ko'rmagan bu shahar degan yerga tunji qatim kirishim, yot odamlardan nadim mening aloqam bo'lsin, yili mikir quma gapni yo'shirib mayda ip qilay bir kunlar yuzimga salay yoki meni rad qo'yib tosh etib ketar degan gapni men aslo uqmayman. Shunda qilib men shtaq bir neros aziz baliq to'y qilgan, uningki ojiz yetib bir aksi qaragan, manchishil qaragan degandek boy gap bilan debdim. Endi bu ayol o'qituvchi, yo'ldosh tijoratchi odam ekan. Bu ayol kayniga o'rib bo'lmaydi-ku deb mangda ilqi tug'an joyimda qo'ziqdek turib qoldim. Uning oldida bo'ldi degan odam kayinni qilib o gapni qildi. Yo'ldosh nim bo'ldi desam ishtamishda deydi degan keyin nim bo'pti? Tungi ochashni balasi yutalgan, balasi kesalgan dedim. Qarab oilamning hisobini qandayman yo'q. Men hergiz bu nimaga daxl yetkazmayman, bularga qarshimga deb to'sa tash etib kayinga qarmay ketdi. O'lishkunki qizval yana bir narsa dedim. Bu qizval o'zi sog'lom, o'zi bejirim, gap so'z joyida qaralayma da'vatdi. U o'tmishkan, u boshqalar qaragan vaqt ekan. Qarab bo'pti. Endi bu sening nim deganing desa, balamga ma'lum darajada balay afat ib keldi. Balamga bunda kelishmaslik uchirgan odamlar, bular bilan mashg'ul bo'lgan odamlar balamga yeniga kelsa, balam shu xil ahvolga nim bo'ladi, mubtala bo'ladi degandek bir xurofotlikqa qarshi xurofotlik bir gap qildi. Shuni bilan yo'ldoshining g'ujida ochiq kelib endi mening deganimga kun. Mening deganim rost davamigan. Nima gapni qildi ekansa, sen nima cho'ng odam men dedi. Heliqi cho'ng opamningmi men tanishtirgan. Shu ko'zim mening dil qoldi. Meni xo'rlab qo'yammi, tillab qo'yammi? Degan talaning odami bu ayol bilan qilib qolsa deb endi shunda o'yladi bo'g'ay ko'zi mening dil qoldi. Birdamni peshin tatib qo'yma. Nim deyishimni ilqiyal uqmayman. Shunchalik bir ko'nglim biyoramchilikda xuddi opiriblam. Heliqi bir urib ketadigandak, tillab ketadigandak bilgan ashta bir tuyg'udan mangdim. Mangmayman desam nim ilojim tayyor ish deb bir vasmishadi yetib qo'pay deyalaymanmi? U cho'pam yong'izg'an bilan o'zi chivar chaqqan qirg'an ayol ekan. U ayoldan menga ish ishinmaydi. Men yosh tutsam shunami ishlamasam bo'lmaydi albatta. Cho'pam bilan chiroyli xo'shlashib uydan chiqib mangdiq. Hech qancha mangmaylar, behm chiqmamiz. Mangmaydi bularni uyga yetgandik. Yetgandan keyin bularning uylari xil zamonaviy, xil chiroyli uylarga shu vaqtlarga nisbatan endi bu odamningki tushtinkilik ish yo'q ekan. Bu ayol maktabga bir yo'l o'qidigan ishim bor, boradigan ishim bor deb chiqib ketdi. Bolasini men qo'yib, ba'zi bir ishlarni to'plab qo'yib chiqib ketdi. Endi yot bir yerdan yot bir uyga kirgandan keyin odam tutgan qo'ygan bilmaydi, o'di qush bo'ladi. Ishni nereden tepib, nereden qo'yishni, nereden boshlashni uqmay qoldim. Balning chiqqan sakallar var ekan, biroq tozalab besiq turadigan qo'rasi var ekan. Hamma ishlarni qilib, latlarni bor, ko'z yo'q bu qizjaqniki qildim. Ya'ni shu tijoratchi akam, ya'ni bu ayolning yo'ldoshi, qo'limdagi bu qizning dadisi. Bu qizning dadisi qarab berdi qizga. Men shu ishlarni qilib, besiq turib qilib oldim. Hem 7-8 aylık baldiyan intayin ilk atlangan vaqti buludu. Ciddici qaraq, anca muçunlan düşünüp kaldığan bu ayınkin, ilk köte deydiğen bir mezgeli bu, kötelem deydiğen. Şundaq bu bana götürüp tamakı bir çetten tayarlıq koydum, saylan axlap. Hem de kepniyim tamak yetişti oxumayma lekin saylan axlap tayaq koydum. Bu yıl birdemde işlerini tüyütüp, hiç qancha vaqt ötmeydi, keldim, işlerini qıpılışım bol keldi. Kelgen dekin, mena iş qilishlarımni herhalde yaxtı deyim. Ananda qamapsız, manamanda qamapsız deb bir aqır üyetdi, hem de üyetiş normal. Çünkü ben bir yer yeni olgan ekin, hem üyetip bildirip koymuşum, ben qanda bilmeye doğru mu? Şunu olan he dedim. Hem de bu ayal sel bişemerek ayal ken. Bu ayal yol işiga şunda gep yandırdı, şunda zuvanıp ba. Aştaq ayal ken. Oturuqdan bir hafta 10 gün ötdi. Anca müce silkişliğini hesap qilmaganda herhalde küldürüm xey xatirjam yaxshi o'tib atdi. Şuna qilib oturuqdan bir hafta 10 gün ötken ekin, qizini işte bir yak üstüne atıp suya qo'yib qo'yiblar. Özüneki taşqırıq uyga balının birimizin ağıl çıkıp ketişi, balını mağmı qo'yib qo'yman, balı go'm da şup ketdi. Şup kelsi degan ağızdı yana buzub, tillab, balına qiyşigan men o ayaldım, burunaraq жүгіріп keldim. Noquşlab, men bu kichik emasda, men 18'den işip qaldım. Aşta noquşlab, aşta qilib ketdi. Mağmı şunchalik eg'i keldi, şunchalik öpken mörlab ketdi ağızdan. Endi ba'zi bir sat gaplarmi chiqdi degadim. Endi men o'yladim. Kichikli bir ishlarga shunda g'azablanadigan, kichikli bir ishlarga terikib, vaqirib, jaqirib, silkishlaydigan. Hatto ba'zi kuni tamoqni yeb, o'rinda qo'yib ketadi, balni qo'limdan ilib qachon bisiqtirib yeting deydi. Meni kelib tamoq yeng demaydi. Hatto tamoq yemagan kunlarim bor.
Tamaqni shunda o'zim yeychu deb bo'chib bolbeqan deb bolni qo'lim tutqizdi degandek. Endi yo'ldoshi asosan sirtlarda yuriydi. Yo'ldoshi kelib, nimishki bunda qilsa, andan bunda deb, bu haqning balasi tutsa deb oraga tushgandikinlar. Yo'ldoshi bilan gap takalashib, deyishib, urishib, endi yo'ldashimi o'zining ko'nglining og'rishining, bu ayoldan urishishning yaxshi emasligini bildi bo'g'ay. Andan keyin ishlar aralashmaydigan, yon bosmaydigan, ortmaydigan bo'ldi. Endi bu ayolni ilk cho'ngapam tanishtirmagan bo'lsa, qiynanamning qizimiki deb qaladim. Gap so'zi sharkat chiroylardan qiynapamning qizimiki deb qaladim. Shu darajada zuvandaliqqa qattiqlik o'xshaydi. Hatta yo'lshan urushib qasimi faqirab chaqirib noqishlab silkishlab meni. Kayfiyat yaxshi bo'lmay qasimi qizining yig'isal yig'lab qolgan kunimni qanda vaqtdan nima verding, nemishki yig'laydi. Qo'limdan balni silkishlab noqishlab elishlari. Ish qilib men ba'zida qanday qilsam bo'ladi, bu oyil turiblamaydi ekanman, chiqib ketsam bo'ladimi? Yuragimni bir narsa yeydi. Har bir qitim shunday vaqtda yuragimni bir narsa yeydi. Bir kuni yo'ldoshi mushu ochashpa vaqtda sirtdan kirib qoldi. Kirib mening ismimni bevosita chaqirib qoldi. Bu vaqtda ayol uydan yuribli chiqiblar. Qizlar vaqtni cho'zib olay. Balangizning beshidan tozlab tuyutmayotgan sirka, pishit ahvollar bo'lsa, hozir qo'limdagi maqsad bir qitim shiltib yiqanlar. Yana shu do'yindiqning isib qo'ydim. Undan sirt mushu birinchi video chiqarib qo'ygan bolalarning urushgan videosini chiqarib qo'ygan. Chunki sir qarvosidan setib olsanglar bo'ldi yoki undan bundan setib olamsanlar. Kenji 625 dan undan qo'sharqlik sakas tushasanglar bo'ldi. Bir qitim shiltsiz pak qizibdi 6gacha balangizning beshi yinib, yana bir qitim ko'maysiz. O'ltirib tayyaq birda o'lgini qo'lingizni tozlab tuyutsa, o'ltirib tayyaq bayan sirkiga qarab sho'p bitib turdi-ku degan gap nargiz qilmanglar. O tirik qandaq, o'lik qandaq farq etmay darajada emas ku biz. Shunga qaravaroq gap qilasizlar do'stlar. O'ltirib tayyaq birda suzib tozlaysiz. Endi sezgirtira yara tamratga hamildar yalar shiltishki bo'lmaydi. Uningdan boshqasi normal ishiltishki bo'ladi. Uyingizga olg'ich kirasiz. Yo'ldoshi sirtdan kirib mening ismimni bevos chaqirib qoldi. Endi ayoli bojoqda chaqamaydigan chig'i menami to'sak yodimda yo'q. Aka deb chiqsam, ayoli darhol yurib chiqib ismini chaqirsam, ismini bevos chaqirsam, meni yo'q deb qolganmidan deb bu ayoli qaytadan mijoz o'zgarib kullab ya'ni meningdan kullab o'zining yo'lishini. Shunda qilib, voy uyadigan qizil qiyomat jang chiqib ketdi. Bu ikkisi de urushyotdi. Voy nim bo'pti. O'zimning qizidek, o'zimning singlisidek singlim bilan tang bir qiz ekan u. Sizning qo'llang ishlamdi, ishlamamdi. Sen o'qituvchi bo'g'inoq nakatdi. Deb to'g'ri demasam, bir o'qituvchi deganning bir ideyasi ochiq bo'ladigan, o'zi mehribon, tili yumshoq bo'ladigan. Bir illiqlik boshqalarga bir mehr, muhabbat beradigan odam u. Mehr, muhabbat urug'ini teriydigan odam u. Bu ayol unda emas. Bayam deganda qiynapamning qizimiki deb qoldim ba'zi vaqtda. İşte qilib bu kunmi o'tib ketdi. Bu ayol darhol meni qo'g'laydi desa, balkim o'rnimga bola boqquchi deb qolganiga qo'g'laydi. Hozircha bola boqquchi bo'lmaganlik uchun, topolmaganlik uchun balkim qo'g'lamadi bo'g'ay. Lekin bu ayol ochgan bir necha kiyimlarni verdi shu o'tirliqda.